Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Minecraftni ulab o'ynashni ko'rsataman. Ulab o'ynashni ko'rsatishimdan oldin sizlar menga like va podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Avvalo biz Wi-Fi ni yoqib, do'stimizni kutamiz. Mana keldi. Unga ulaymiz. Ulandi. Internetsiz ham ulasa bo'ladi. Biz Minecraftga kirib olamiz. Kirib olishni kutamiz. Va mana kirib oldi. Play tugmasini bosib kutamiz. Sherigimiz chiqishini oldi va u sherigimiz Minecraftga kirib ketishi lozim. Kutib turamiz. Mana chiqdi. Agar sizlarda chiqmasa, New tugmasini bosasiz. New tugmasini bosasizda mana tepada plus belgisi bor. Plus belgisini bosib, mana ismingizni yozasiz. Masalan, nima bo'ladi? Xo'p, u odamning ismi. Bu u odamning ismi, bu esa sizning ismingiz. U odamning ismini yozamiz. World. Tone. Pastga esa sizning ismingiz. World deb yozasiz. Va end save bossangiz, black bossangiz mana turibdi. Dina degan. Kiramiz. Titrda qolamiz. Sherigimiz hozir ketib qolganligi uchun uni topolmadik, lekin sizlar topishingiz mumkin.